Assalomu alaykum Johir aka. Alaykum assalom. G'alaba bilan tabriklaymiz. Bugungi o'yindan qanchalik darajada ko'nglingiz to'ldi? Bugungi o'yinda birinchi taymda qizil kartochka baribir o'z ta'sirini bildirdi. Bolalarda fizik kuch ko'proq sarflashdi, lekin Brunodan keyin ham baribir yana matonat ko'rsatib 2 golni urishdi. Bu yaxshi bo'ldi. Uchrashuv so'ngida baribir o'yinchilarni almashuv o'z ta'sir ko'rsatdi. Uchrashuv 2-1 hisobida tugadi. Lekin yaxshi o'yin bo'ldi. Qozog'iston jamoasi ham yaxshiligini menimcha stadionga kelgan hamma ko'rdi bo'laman. Raqib jamoa aynan qaysi jihati bilan bizdan ustunlik qila oldi? Raqib jamoa bizdan Sako netmaganda bizdan tezroq olgan. Bizda Sako ham tez. Ular kichkinaroq va sal tezroq harakatroq qilishdi. U tabiiy holat, umrga o'lmagandan keyin tezroq harakat qilishi bu tabiiy normal holat. Mashg'ulotlar jarayonida aynan nimaga urg'u qaratilgandi va bu narsa o'zini maydonda oqladi? Mashg'ulotlar jarayonida qanotlar bilan faol hujumida bu birinchi golda ayniqsa o'zini oqladi. Avval Jaha kombinatsiyasidan so'ng Bekmayning surdi. Bugun Avaz juda ham yaxshi o'yin ko'rsatdi. Avazni orqaga qaytib o'ynab, bu yarim himoyamiz bugun juda katta qo'lamdagi ishni bajardi. Fikrlaringiz uchun rahmat. FC Sonic'ga omad. Rahmat kattakon. Rahmat.